Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz 3 xonali 93 kvadrat metr, xonalari alohida tushgan skvoznoy kvartira bo'ladi. Joyimiz remontini absolyutni gap bo'lishi mumkin emas, zo'r remont qilingan. Oyoq tilamiz 60-120 lik kafiladan bosilgan tubli pol bo'ladi. Laminat pollar ham yaxshi sifatlisidan qilingan. G'olib falaslar ham ajoyib, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Joyimiz dizayning proyektida ishlangan. Girganimizning chap qo'limizda ajoyib mebellar ishlangan ekan. Man gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Har bir detalga ahamiyat berib ishlangan. Bir shot ishlaymiz, demir yaxshi sifatli ishlanadi. Har xonamizda avtomatlari addini berilgan. Girganimizning bu tarafimizda ulu katta spanimiz. Chap qo'ldan ulu spanidan boshlaymiz. Spanimizni dizayni umuman gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Mebellari alohida tema, spanilar ham qimmat, yaxshi sifatli narsalardan qo'yilgan. Yan tarafda o'zini balkoni bor, katta balkona tushgan. Perdalari oxirgi dizayndagi ajoyib perdalar asilgan. Konditsioner qo'yish uchun rozetkalar qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Shkaf mebellarini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib qo'yib tegalar joyimiz. Rozetkalar har tarafda bor. Bemalol telefonlarni zaryadga qo'yib, ustida qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Remonti alohida tema bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. Bular ham oddiy kraska emas, hurmatli obunachilar. Undan tashqari bu narsalarimiz ham po'xak emas, hurmatli obunachilar. Ahamiyat bilan ko'ring. G'ollar ham toza gilamlar dushalib, joyimizda absolyutni odam girib yashamagan. Joyimiz ikkilamchi kredit asosidan sotiladi. Bahosini ham oldindan aytib o'tib ketaman. Buni arziydi, hurmatli obunachilar. 93 kvadrat metr, bahosi $77,000. Joyimiz zo'r sostenadi. Registrlar ham yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Bir ahamiyat bering, hurmatli obunachilar. Umuman gap bo'lishi mumkin emas, joyimiz zo'r remont qilingan ekan. Eshiklar ham qimmatbaho eshiklardan qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Patologlarimiz gipsogardonlar bilan galagellar qo'yilib, ajoyib ishlangan. Attachment kraska oz-moz yo'lda ishlangan ekan. Hurmatli obunachilar, ishlarni ko'ring. Ishlar ham zamuqlari yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Zalimizga kiradi olsak, zalimizga ahamiyat bering. Zalimizga voshi gap bo'lishi mumkin emas. Televizorlari 55 lik televizorlar turibdi. Buni nima deydi? Ajoyib o'zgacha. Dizayndagi rasmni asib turibdi. Yan tarafda mening ajoyib o'zgacha aboylar ishlatilgan. Joy odamni bo'g'maydi. Joyga girsangiz chiqasangiz kelmaydi, hurmatli obunachilar. Konditsionerlarning ega, pastokkalari bor, hurmatli obunachilar. Oyoq telamizda ajoyib gilamlar dushalib turibdi. Perdalarni ko'ring, perdalar ajoyib ekan. Uchanni maqtasam ham arziydi, hurmatli obunachilar. Bunday joy kamdan kam chiqadi. Mestasi ham zo'r tochkada. Mestasini aytib o'tib ketaman. Olimp kafe bor bu yerda. Versal City'da hamma biladi. Versal City'da joylashgan 8 etajli domimizning 6-etajida, hurmatli obunachilar, 93 kvadrat metr. Nemiz kuxnimiz, hurmatli obunachilar. Kuxnimiz ham mening bu tarafdan beklab qo'ysangizlar, kuxni ko'rinmaydi, hurmatli obunachilar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol bu yerdan ochib kirsangiz ham bo'ladi. Bu tarafni addini zal etib qo'ysangiz ham bo'ladi. Meni ko'rsatib o'tdim. Bu tarafni bekladim, hurmatli obunachilar. Xohlasangiz to'g'ri ochib berib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Splashni shona barincha ochiladi, hurmatli obunachilar. Patologlarni ko'ring. Lyustralar asilib ajoyib bo'lib turibdi. Joyimiz ikkilamchi kredit asosidan sotiladi. Bahosi $77,000. Bu tarafimiz kuxnimiz ulug'ligini ko'ring. Oyoq tellari qarang. Toza gilamlardan dushalib zo'r holatda turibdi. Bunday joy kamdan kam chiqadi. Remontini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Kuxni mebellarni ko'ring. Ruchkalari ko'rinmagan avtoriskiy dizayn, hurmatli obunachilar, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mening buni bassangizlar ochiladi. Bu tarafda shkafning orqasida kirmachlari yakchamdan aytib qo'yib ketgan ekanlar. Bu tarafda aristollarning ega, hurmatli obunachilar. Bu yerda xonadonliklari bor, moykasi bor. Bu tarafda gaz plitasi, pastma narsasi bor ekan, hurmatli obunachilar. Bunday joy kamdan kam chiqadi. Bu yerda 6 odamli üstler kursimiz. Bu ketayadan xeyli, hurmatli obunachilar. Ketayada üstlerimiz. Bo'lmasam, universiteda ishlanadi, hurmatli obunachilar. Nima qilib sesini qo'ying. Universiteda uchadi.
Gazımız yanıp turibdi. Hamma narsamiz bor. Gaz daqilmay turibdi, hurmatli obunachilar. Gazlar ishlaydi. Bilamiz ham ining ajoyib kafelardan ishlatilgan. Bularimiz ham ishlangan ekan. Bular ham ining ochilmagan. Joyimizda odam girib yashamagan remontdan keyin. Ajoyib azim. Toza, yaxshi sifatli mebel texnikalardan qo'yilgan. Buni bossangizlar ochiladi. Bu yerda Ducatini katyonimiz. Asosiy gazi bor, hurmatli obunachilar. Domimizda gaz bor. Hozirgi toza domlarda gaz berilmaydi. Bu domimizda gazi bor. Kataloqlari, galagillarni ko'ring, hurmatli obunachilar. Oppoq etib ishlangan ekan. Ajoyib etib. Devorlarında gap bo'lishi mumkin emas. Zal tarafini ko'ring, zal tarafi ko'rinmaydi. İbidan açasılar. Zalimiz o'zsek bo'ladi. Hurmatli obunachilar, hammaga shuning joylar nasib etsin. Hojatxonamizni ko'rsatsam, hojatxonamizda ining ushilkalar bor ekan, issiqxona deb turibdi. Bundan tashqari oyoq telamiz to'rtli pol. Ajoyib etib qo'yibdilar. Bularning suv ichish cho'chkamiz shunda joylashgan. Yan tarafda Şomayı, hurmatli obunachilar, simistitlarni ko'ring. Simistitlar ham yaxshi sifatlisidan qilingan. Yan tarafimizda raqamingasi fillarni nashalda bor, hurmatli obunachilar. Bu aynamiz ham, hurmatli obunachilar, o'zgarib yonib turadi ajoyib. Yan tarafimizga kiradigan bo'lsak, detis komnatasi. Bu detis komnatasına ahamiyat bering. Vallahi ajoyib etib yotib turadi. Bu yerda alohida shkafi bor. Dars sayyorlar uchun o'zining stollarına ega. Ajoyib etib ko'p shkaflar ham ullayning. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Vajlarni bemalol asib qo'yaveradi. Shkaflari zo'r ekan, hurmatli obunachilar. Kitoblarni bemalol qo'yadi bu tarafda. Oyoq telamiz laminat pol bo'ladi. Registrlar portantinda qo'yilgan bu yerda, hurmatli obunachilar. Jaluzi perde, aynaları akvayla, mestasını göreyim, mestası 16 etajlı domda hamma biladi. Shoshilib İspaniyaga yaqin. Joyimiz zo'r to'sgan. Joyimiz narxi 77 ming dollar, kvadrat metri 93 kvadrat metr, 6 etajda. Joyimiz 8 etajli dom. Liftlar ishlab turibdi, liftlarni ega. Bemalol arkayin chiqsanizlar bo'ladi. Bahası 77 ming dollar. Hemen shundan joylar olish nasib etsin. Sağ olun, salomat olun. Kanala obuna bo'lishdan chiqmasin. Hemen shundan joylar olish nasib etsin.